وحده لا شريك له. Olyapsizmi? Ha. Birodarlar, yaxshimisizlar? Ka'ba-i muazzamani tavofidamiz. Bir mulohaza bor. To'xtang qani. Ka'bani tavof qilayotgan odamlarda har safar Hajarul Aswadni ro'parasiga kelganda bir xato ko'rinadi. Ka'bani tavof qilishini boshlashlik namozni boshlashlik bilan bir xil. Namozni boshlayotgan odam qiblaga qarab, ko'ksi bilan qarab, ikkala qo'lda takbir aytadi, ikkala qo'lni ko'tarib takbir aytadi. Bismillahi Allohu akbar deydi-da, keyin namoz boshlaydi. Ka'bani tavof qiluvchi ham xuddi shunday to'xtab, Ka'baga ko'ksi bilan qarab, Bismillahi Allohu akbar deb takbir aytib, keyin burilish kerak. Takbir aytgandan keyin Hajarul Aswadni bir o'padi-da, keyin burilib bir aylanib keladi-yu, kelib shu joyda yana to'xtash kerak. To'xtab, ayniqsa kishilarni tavof qildirayotgan, umra qildirayotgan do'stlarimizga eslatma. Har safar shu yerda shu odamlarni ko'raman, yonboshda ketyapti turib, Bismillahi Allohu akbar deb o'tishadi. Bunday tavof boshlanmaydi. Har bir tavof alohida hisoblanadi, alohida to'xtash kerak. Har safar to'xtab, Bismillahi Allohu akbar deb takbir aytib, Hajarul Aswadni ushlab o'pib, keyin boshlash kerak. Xo'p. Salomat bo'linglar.